Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan taqinchoq biznes egasining bir kunini birga o'tkazamiz. Buyurtmalar, oila, bola chaqa, yangi qarorlar, biznes bo'yicha hammasi bu videoda sig'dirilgan. Men kunimni bugungi rejamni tuzishdan boshlayman va avvalo nonushta qilib olamiz. Ketdik. Bunda kunim qizimni bog'chaga jo'natishdan boshlanadi. Lekin bugun qizim yo'q, buvisimga ketgan va biz nonushta tayyorlashdan boshlaymiz. Men taqinchoqlar yasashni boshlagan paytim talaba edim va umuman hayolimga kelmagan. Bir kun kelib bolaga qarab uyda o'tirgan paytim taqinchoq yasab mashhur bo'lib ketaman deb umuman o'ylamaganman. Va 4000 ta o'quvchim bo'ladi deb ham umuman o'ylamaganman. Xrustalbay Farida nomi ostida brend bo'laman deb umuman o'ylamaganman. Hozir o'zimga hayot tarzim yoqadi. Ertalab turib, shoshilmasdan, hech qayerga shoshmasdan nonushta tayyorlash, farzandlarimga qarash juda ham bir boshqacha. Va shu qator o'zingizda shaxsiy brendingiz bo'lishi va puldan ham muammo bo'lmasligi bu yanada ajoyib. Ko'proq tvorog yeyman, chunki ikkita farzanddan keyin menda kalsiy juda ham kamayib ketgan. O'zimda sezdim sog'ligimda. Ovqat tayyor bo'lguncha zakazlarimni ham tekshirib oldim. Bu haqida hali to'liq gaplashamiz. Qaranglar, oddiy tuxumdan shunaqa zo'r ovqat qilsa bo'ladi. Men hozirda Uzum marketda savdo qilaman, ya'ni taqinchoq yasab sotaman. 8 kunda уже 50 ta zakaz oldim, lekin bitta narsani tushundim. Instagramda reklama qilgan kunim menga 20 ta zakaz tushgan. Men boshida o'ylagandimki, voy, Uzum market zo'r ekan, endi boyib ketaman. Ishlamasam ham bo'ladi, o'zi zakaz keladi deb o'ylagandim, lekin shuvarani xom sanabman. Qani rostdan zakazlar Uzumni o'zidan kelyaptimi, mijozlaridan yoki Instagram olib o'tyaptimi, Instagramdan kelyaptimi deb sinab ko'rdim. Va Instagramda umuman reklama qilmadim 2 kun. Ishonasizmi nima bo'ldi? Umuman zakaz tushmadi. Yoki 4 tagina, 5 tagina zakaz tushdi. Bunaqa sun'iy gullarni juda ham yaxshi ko'raman va bularni reklamaga olganman. Gap umuman Uzum marketda emasligini tushundim. Siz qachonki shaxsiy brend bo'lsangiz, sizni tanishsa, sizni umuman olganda ismingizni bilishsa, o'sha brendni ishonsa, o'shanda zakaz tushadi. Hozir kichkinam uyg'onguncha tez-tezga borishim kerak, bo'lmasa ulgurmayman. Ana endi tushungandirsiz nima uchun o'quvchilarim tez natijaga chiqadi, tez zakaz oladi. Chunki men faqat yasashni emas, shaxsiy brend qilishni o'rgataman. Ulgurdim qizlar nonushta qilishga. Shu payt qizim uyg'onib qoldi. Endi qizimga qaraymiz. Hozir chiqishidan sal oldinroq uyg'ongan va ancha joygacha o'ynab ketdi. Ma'lumot uchun aytmoqchiman, hozir meni jamoamda 5 ta yordamchi qiz bor. Men hozir nazorat qilib turaman, ya'ni boshliq roliga o'tganman уже. Lekin to bunga kelgunimcha o'zim qilardim. Men tug'ilganimdan beri faqat juda ham ozg'in bo'lganman va hamma meni ustimdan kulardi. Lekin mana ikkita farzandli bo'lganimdan keyin ozgina semirib turishib qoldim. Endi yana navbat ishga. Uzum marketda nazoratini kompyuterda qilaman va bir kunda bu saytga juda ko'p marta kiraman. Mana bizni bugungi zakazlarimiz shunaqa har xil diademalar zakaz tushgan. Xoslarga shuni realni ko'rsataman. Mana buni o'zim yasayapman, chunki bu yangi dizayn. Mana shu joygacha kelib qoldim. Bugun tugatib, buni ham zakazini chiqarib yuboramiz. Aytgandek, bemalol Uzum marketdan kirib, Xrustalbay Farida do'konimdan bu diadema yoki boshqachalarni ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Endi uyga ozgina, kichkinagina bozorcha qilib kelishim kerak. O'zim Uzum marketda sotayotgan qistirg'ichlarimni taqib oldim. Bularni ham o'zimiz yasaymiz qizlar, bemalol zakaz qilsalaringiz ham bo'ladi. Hozir singlim kelgan, shu bahonada tezgina bozorcha qilib kelsak, bir o'zim ko'tara olmayman. 1-iyundan 8-patok Xrustal kursim boshlanadi va siz ham bemalol uyda o'tirib, shunaqa daromad topib, hunaringiz orqasidan o'zingiz uchun qulay hayotni yaratishingiz mumkin. O'zi odatda turmush o'rtog'im uyga bozor qiladilar, lekin bugun o'zim bozor qilishga qaror qildim. O'zim ham boshimga ro'zg'or tushgandan keyin onamni shunaqa tushunyapman, qanaqa qilib 3 ta qizni yolg'iz o'zlari katta qilganlarini hozir miyamga sig'dira olmayman. Xullas, yonimizdagi yaqin do'konga kirdik va uyga kerakli narsalarni oldik. Bizning qishloqdagi uyimizda bunaqa olmachalar tiqilib yotibdi. Yana qovuncha oldik. Muzlatgichga har xil qilib muzqaymoqlar olib qo'ydik. Kechki payt yegimiz kelsa yeymiz. Qulaylik deb sizga shuni aytgandim. Ayol kishiga baribir yarim tayyor mahsulotlar juda ham kerak. Katta qizim hamma joyiga ruchka bilan chizib tashlaydi. Mana shu gubka bittaga bitta yo'qotadi. Issiq kunda albatta muzlatgichda shunaqa muzdakkina ichimliklar bo'lishi shart deb hisoblayman. Singlim bilan ko'tara olganimizcha narsa oldik. Yana ham olgan bo'lardim, lekin qolganini ko'tara olmaymiz. Shundoq ham qolganini kalaskaga soldim orqasiga. Atiga 3-4 kunga yetadigan bozorimiz shuncha bo'ldi. Xullas uyga kirib oldik. Mana bu holva meni detskiy travmam hisoblanadi. Yoshligimizda juda ham yaxshi ko'rardim. Shu uchun 1 kilogramm oldim.
Juda ham arzon ekan. Shunday qilib, meni yarim kunim shunaqa o'tadi va qolganigacha ulgura olmadim. Keyingi qismda ko'rasiz. Agar siz ham uyda o'tirib taqinchoq yasashni o'rganishni xohlasangiz, shaxsiy brendingizni qilib uyda o'tirib daromad topishni xohlasangiz, agar 8-patok kurstal kursimga yozilsangiz, shaxsiy brend qilishni va noldan taqinchoq yasashni o'rganasiz. Uyda o'tirib daromad qilishingiz va sertifikatni ham kiritishingiz mumkin. Aytgandek, boshlang'ich ish qurollarini sovg'a qilib jo'natib beramiz. Keyingi telefon egasiga ham aylanishingiz mumkin. G'olibni 8-patok o'quvchilari orasidan aniqlaymiz. 10-iyun kuni aniqlanadi. Kursga yozilish uchun quyidagi telefon raqamlariga Telegramdan yozing.